Qiziq. Hamma sabr qil. Bolam sabrdagi sariq oltin deydi. Lekin nega hech kim o'sha oltin qachon qo'limizga tegishini aytmaydi? Nega ayol kishining hayoti faqat chida degan 5 harfning ichiga qamalib qolgan? Onajon, menga oq fotiha berayotib, borgan joyingda toshdek qot. Tilingni tishla. Nima bo'lsa ham chida dedingiz. Lekin nega bir marta bo'lsa ham o'zingni hurmat qil, qizim. Sening ham joning bor. Sening ham qadring bor demadingiz. Nega bizda andisha qo'rquvga, sabr esa o'zini yo'qotishga aylanib ketgan? Ba'zi qaynonalar bor. O'zi ham vaqtida kelin bo'lgan. O'zi ham zulm ko'rgan. Lekin o'sha ko'rgan xo'rliklaridan xulosa chiqarmaydi. Aksincha, alamini yangi kelgan begonadan oladi. Men chidaganman, bu ham chidasin. Men yig'laganman, bu ham yig'lasin deydi. Bu qanaqa mantiq? O'zining alamini birovning baxtsizligi bilan davolashmi bu? Insonni sindirish, uning shaxsiyatini oyoq osti qilish qachondan beri tarbiya bo'lib qoldi? Oshxonada idish-tovoqning taraqlashidan yuragi bezillab turadigan kelin bu baxtli ayol emas. Bu asira. Bolasini bag'riga bosib, qachon qutulaman bu azoblardan deb ko'z yosh to'kayotgan ayol bu oilaning ustuni emas. Bu yiqilayotgan devor. Qizlarimizga faqat jim turishni o'rgatishni bas qilish kerak. Ularga o'zini sevishni, o'z haq-huquqini talab qilishni, inson ekanligini his qilishni o'rgatish kerak. Sabr bu xo'rlikka ko'nikish emas. Sabr bu qiyinchilikni yengish, lekin zulmga bo'yin egish emas. Agar ayol o'zini hurmat qilmasa, uni hech kim hurmat qilmaydi. Agar ona o'z qiziga sening qadring hamma narsadan ustun deb aytmasa, u qiz umr bo'yi birovlarning qo'lida o'yinchoq bo'lib o'tadi. Kechirasiz-u, lekin zulmga sukut saqlash o'sha zulmga sherik bo'lish bilan barobar. Bolam yetim qolmasin deb o'zi tirik yetimga aylanayotgan ayollarga qarab ichim achiydi. Chunki baxtsiz onaning qo'lida hech qachon baxtli farzand voyaga yetmaydi. Odam bo'lib yashash uchun avvalo odam ekanligimizni esdan chiqarmasligimiz kerak. Shunchaki chidash uchun emas, yashash uchun dunyoga kelganmiz-ku. Sokinlik sari rasmiy kanali sokinlik istagan ko'ngillar uchun. Bizdan uzoqlashmang.